Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari, kanalimga xush kelibsizlar. Xayrli kun hammaga. Gullarimni yarmini почти olib chiqdim yomg'irga. Qolganini olib chiqmadim chunki taglari rosa ham nam edi. Mana shunaqa bo'lib nam bo'lib turuvdi, olib chiqmadim. Endi naryoqdagi gullarimni ko'rsataman sizlarga. Yomg'irdagi. Mana yomg'irdagi gullarim rosa ham chiroyli bo'lib yayradi yomg'irga. Mana. Bularni nima qildim? Taglari quruq edi, o'shaning uchun yomg'irga olib chiqdim. Mana dekabrisim. Bir g'unchalaydi, bir g'unchasi to'kilib tushadi. Har joyga olaverganimga shunaqa bo'lyaptimi, bilmadim. Bir g'unchalaydi, bir to'kilib tushadi, ishqib. G'unchalashdan charchamadi shu dekabrisim. Mana g'unchasini hozir ko'rsataman sizlarga. Mana g'unchasi. Mana yoqda ham bor. Shu chiqib gullay qolmadi, meni xursand qilib. Mana. Mana yerda ham bor. Ko'ryapsizlarmi? Hamma joyda bor g'unchasi. Mana. Mana. Ko'ryapsizlarmi? G'unchasi bor, shu gullay qolmadi. Mana buni ham g'unchasini ko'rsatib qo'yay. O'zimni xursand qilib, mana. Geranlarim qaranglar, bir chiroyli bo'lib, o'z-o'ziga yarashib turibdi g'unchalar. Bu o'zimni geranim, buni sotib olganim yo'q. Sotib olganlarim mana gullab yotibdi. Molcha emilyalarim. Bular ham ochilib yotibdi. Biri qo'yib, biri ochiladi. To'xtamaydi. Shunaqa gaplar. Bir yomg'irda yayrab yotganini bir ko'rsatgim keldi-da sizlarga. Keyin sizlarga hozir bitta ko'rinishini ko'rsatmoqchiman. Guldagi suvi qaranglar, bir chiroyli bo'lib turishini. Ertalab men sizlarga video olishimdan sabab ertalab Uhud haqida gaplashmoqchiman sizlar bilan. Meni yuzim erta bahor yomon bo'lib, nima bo'lib ketardi? Nima deydi? Anaqa bor-ku. Yorilib ketardi. Yorilib, qizarib, achishib ketardi. Men nima qildim deylar. Kechasi drojani aralashtiraman. Yo glitserin, yo zaytun moyiga, keyin suv bo'lsa suv, sut bo'lsa sut, shunaqa qilib nima qilishni boshladim. Hozir yuzim rosa zo'r bo'lib qoldi. Bir haftada bir 3 marta qilsanglar, yuzinglar erta bahorda ta'sirchan bo'lmaydi, havoga yuzingiz o'zgarmaydi. Anaqa toshmalarni bilmayman-u, nima qilishni, lekin yuzimni nimasini, yorilishlarini aytib o'tayotdim-da sizlarga. Keyin yuz yorilishida, erta bahorda kun olishida iloji boricha kechqurun kartoshkani suvidan foydalansanglar bo'ladi, qatiqdan foydalansanglar bo'ladi. Iloji boricha toza suv, toza yuzga surilsa yaxshi foyda beradi. Men unaqa nima layk yig'ish uchun, boshqa qilish uchun emas. Menda o'zimda tajribamda o'tdi-da, o'shaning uchun shuni xursandligimni aytayotdim-da. Yuzim mayin, yumshoq bo'lib qoldi. Iloji boricha ertalabdan yuzlaringizni yuvsangiz, kechqurun yuvib uxlasangiz, namlantiruvchi krem sursangiz, uni ham bir foydasi yaxshi, lekin boshida o'zi yuzni ertalab kechqurun postoyanno yuvib yurish kerak. Yuvib yurgandan keyin
nima bo'ladi o'sha nima uy sharoitida shu mutaxassislarni maslahatlariga amal qilib ko'rib sursanglar erta bahorda qorayishi, yorilishi oldini olar ekan rosa. O'shani yuzimda o'zgarish his qilganimga qandaydir xursand bo'lib sizlarga aytyaptimda. Keyin gullarimni anaqa qilib bir video qilgim keldi. Sizlar mani nima qilib shunchaki o'tkazib ketayotganinglar yo'q, videolarimni shunchalik layk bosib o'tib ketyapsizlar. Sizlarga ham xursandligimdan shunchalik maslahat bergim keldi. Erinmasdan kechqurun kartoshka suvini, guruchlarni suvini, suvi deganda kartoshkani qirg'ichdan chiqarib, keyin guruchni bo'lsa yaxshilab eziltirib pishirib, agar iloji bo'lsa guruchni unini olib qo'ysa zo'r bo'ladi. Tabiiy un bo'lsa, tabiiy guruch uni bo'lsa zo'r bo'ladi deb o'ylayman o'zim. Menda zo'r foydalar bo'lyapti. Allohga behisob shukr. Sizlarga ham bir bo'lishgim keldi-da, qandaydir. Keyin video olgim keldi. Shunaqa gaplarda. Endi nima qilaman men? Sabzi o'tashim kerak. Sabzi o'tashga o'taman. Bu yoqda ham video olaman sizlar uchun, kanal kuzatuvchilari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilib videolarimni ko'rishda davom etinglar. Keyin nima demoqchi edim? Anaqa piyozni suvini ko'rsatmadim sizlarga. Bugun xudo xolasa damlab ko'rsataman. Necha kundan beri damlayman deyman, esimdan chiqib ketaveradi. Boshqa ish bilan ovora bo'lib o'tib ketyaptim. Piyozni suvi bu geranlarni barigiga ham rosa zo'r foydasi bor. Mana shu mayda bariglar shunaqa katta bo'lib ketadi. Qo'shnilarimiz ham kelib so'raydi, nimaga sizni geraningizni barigi rosa katta deb. O'sha piyozni suvi bilmayman, o'shani quyganimdan keyin gullarim bariglari kattalashib ketadi rosa ham. Rosa ham foydasi katta. Xudo xolasa hozir vaqt topib video qilib ko'rsataman sizlarga. Keyin ertalabdan yomg'ir yog'ib rosa ham sovuq bo'lib ketganiga gullarimni qo'ydim. Gullarimni yomg'irga qo'yib bir yo'la video qilaman dedimda. Shunaqa qilib nima qildim. Keyin uzumni barigini so'rabdi bitta obunachim, kattasi achchiq bo'lmaydimi deb. Hozirgi bariglar umuman achchiq bo'lmaydi. Iloji boricha katta o'rtachalarini terib bakalashkaga solib bekitish kerak. Chunki hozir umuman kattalari ham qotmagan, qotadigan payt emas hozir. Uzum gullagan payt bariglar qotishi mumkin. Ungacha bariglar qotmaydi umuman. O'shaning uchun doim uzum gullaguncha bakalashkaga solishga harakat qilaman doim. Xayrlashayotdim, yana to'xtab qoldim. Shunaqa gaplar kanal kuzatuvchilari. Ertalabdan yuzimni yuvib oynaga qarasam ancha foydasi bor ekan. Shu sizlarga ham bir bo'lishgim keldi. Hamma ayollar ham o'ziga qarab yuzini parvarish qiladi-yu. Endi sal aziyat chekayotganlar, yuzlari og'rib, achishib, bahor havosida qiynalayotgan opa-singillarimga shunchaki aytib o'tib ketay dedim-ku. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilib videolarimni ko'rishda davom etinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman.